Xitoy doiralarining uylarga pechat silib, qattiq karantin tadbiri ilish sababli Uyg'ur diyoridagi bir uyni qurut besib ketgan. Ilish oldi turgan malkam avo. Aç, ne yapıyorsun? Neyse. Şipin kotuma şu. Kuru demaş. Xitoy doiralari Uyg'ur avtonom rayoni markazi Urumchida koronavirus yuqumining qayta avjilishi sababli 16-yildan boshlab umumyuzlik qattiq karantin tadbirini yo'l qo'ygan. Shahar va yezlarni qayta qamal qilish jarayonida do'kon, savdo saroy va mehmonxonalar taqalgan. Doiralar chekidan oshgan bir qism qamal tadbirlarini qo'llanib, Urumchi qatorliq shaharlardagi bir bo'lak kishilarni yangidan qurilgan ayirib kuzatish o'rinlariga bir oydan ortiq qamab olgan. Uningdan boshqa doiralar yana Uyg'ur eli miqyosida barliq fuqarolarning taloq chiqishini cheklagan va har bir uyning ishiga pechat chaplab, aholilarni majburiy uylariga qamab karantin ilish tadbirini qo'llangan. Yaqinda TikTokda taralgan ba'zi sin ko'rinishlari Xitoyning chekdan oshirib o'tgan qamal tadbirlarining madaniyatlik dunyoning qimmat qarashlariga butunlay yot holda ilib berilganligini oshkorlagan. Mushundaq sin ko'rinishlarning birida bir oydan ortiq pechatlangan ma'lum bir uydagi oziq-tuliklar va tonlatquning ishidagi yemak-ichmaklarning sesib, uy ishini butunlay qurut besib ketganligini ko'rsatilgan. Aynen bak. Gel. Baş kişi tostun işimiz. Ben şüphelerine kaynır. Ilish oldi turgan malkam avo. Aç, ne yapıyorsun? Neyse. Şipin kotuma şu. Kuru demaş. Aslan karanlar. Açak inşallah. Ya düzgün yarası. Azlar açamacılar tostun bunu çıkınatçılar. Sen bana şaşaklama açay. Bak sen şey. Şu uzam çalıştırmışlar. Zülya Bekir. Bak bak işte. Sen al. Sen. Ne? Kızın erkek adamına kaldı. Bırakın bana diyorlar. Tokta ama şu poşetten kıpratız var. Dükkan yürük neyse yok aslında. Ben şüphelerine kaynır. Adamım ben ülken top. Ilish oldi turgan malkam avo. Aç, ne yapıyorsun? Neyse. Şipin kotuma şu. Kuru demaş. Oy.